Bizga yordam berganingiz uchun sizga katta rahmat. Yordamim tekanidan xursandman. Sog' bo'ling. Siz nimaga keldingiz? Men sizni ko'rish xohlamayman. Sen bilan gaplashib olishimiz kerak. Endimi? Men siz bilan ajrashmoqchiman. Nima gapingiz bo'lsa sudda aytasiz. Meni hamma narsadan xabarim bor. Nimaga keldingiz? Urgani keldingizmi? Xudo urgan odamni urib nima qilaman? Yoningga boshqa masalada kelganman. Kumush ona bo'lar ekan. Ona bo'lar ekan? Lekin u sen bilan ajrashmoqchi. Men yetimlik nima ekanligini, otasiz katta bo'lish nimaligini yaxshi bilaman. Bilasanmi? Meni jiyanim shu holatga tushmasligi uchun yoningga keldim. Agar oilangni saqlamoqchi bo'lsang, harakatingni qil. Bu o'tgan shuncha ishdan keyin men sizga qaytib ishonolmayman. Bilaman Kumush. Meni kechirishing qiyin, lekin va'da beraman, hammasidan voz kechaman. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ayollarni ichishni, qimorni hammasini tashlayman. Sen va farzandim oldimda bo'lsanglar bo'ldi. Bir marta imkon ber. Ketdik. Ey, ko'zingizga qaramaysiz.